axlatga tashlashga shoshilmang. Ha, to'g'ri, men ho'lman. Biroz ko'rinishimni yo'qotganman, lekin ichim hali ham go'zallik bilan to'la. Yuzingizda kutilmagan qizil va g'azablangan husnbuzar chiqdimi? Meni hali xo'lligimda uning ustida 5 daqiqa ushlab turing. Mening antibakterial kuchim uni zoomda so'ndiradi. Hatto butunlay quriganimda ham foydam tegadi. Meni yoqimsiz hid kelayotgan poyabzallaringiz ichiga solib qo'ying men. Hidlarni yutuvchi eng zo'r chang yutgichman. Ertalab ko'zlaringiz shishib uyg'ondingizmi? Meni ularning ustiga bosing. Tarkibimdagi kofein shishlarni bir zumda yo'qotadi. Qo'lingizni kesib oldingizmi? Qo'rqmang. Sovuq choy paketini jarohatga bosing. Mening tanninlarim qonni tezda to'xtatadi. Quyoshda qizarib ketgan teringizga meni qo'ying. Men tabiiy antioksidantman. Teringizdagi olovni tezda o'chiraman. Oxirida esa meni kesib, choy zarralarini gullaringiz tuvagiga seping. Men ularni yashnatuvchi eng yaxshi tabiiy o'g'itman. Ko'ryapsizmi? Sizga beradigan foydalarim hali juda ko'p. Keyingi safar choy ichganingizda meni asrab qo'ying va bu sirni boshqa choyxo'rlar bilan ham ulashing.